Assalomu alaykum. Hurmatli o'rtoqlar, do'stlar, opa-singillar, opa-ukalar. Biz oilaviy Global Trading shu mahsulotlarni, ya'ni o'sha balzamlarni olib oilaviy ichdik. Oilaviy deganda men o'zimniyam juda gormonal narusheniylar bo'lib, operatsiyalar bo'lganman. Gormonal narusheniyadagi juda o'ta semirib, o'tfi oshqozonlarimda, yo'g'on va icheklarimda narusheniylar bo'layotgan. Shunda shu balzamni olib ichishni boshlaganimizda har qat'iy sekin-sekin hammasi 1 grammdan ichishni boshladik. Biz oilaviy ichishni boshlaganimizda albatta bir haftani ichida natija ko'rsatib berdi. Ya'ni yo'g'on ingichka ichaklar juda yaxshi qilishdi. Ichaklar juda yaxshi yo'lga tushdi. Keyin oshqozon o'tfilarimda juda ko'p jig'ildon qaynash anaqalari bo'lardi. Bunda faqatgina balzamdan emas, albatta mana zugma pastadan ham biz foydalandik. Oshqozonda o'sha jig'ildon qaynashlariga, oshqozonni og'rishlariga juda ham yaxshi ekan. Bilmadim, ikkalovini balzamni ham, buni ham parallelni olib ketganimiz uchun ikkalovi juda ham yaxshi ta'sir qildi. Hozir oshqozon o'tfilarim yaxshi. Gormonal narusheniyadan ozdim. 6 kilo ozdim. O'zim ham hayronman. 6 kiloga vesimni tashlabman. Yaxshi, Xudoga shukr. Oilaviy ichganimizda qizimda o'zi oshqozonda gastriti bor edi, ham o'tfi bor edi. Necha yosh? Juda yaxshi. Qizim 14 yashar. Hozir biz 13 yoshdan boshlab boshlaganmiz licheniyamizni. Yaxshi. Ancha bo'yi o'sdi. Bo'yi o'rtacha edi, anaqasi ham organizmida. Keyin unda ham juda ham ich qotishi. Lekin shu qizim kichkina bo'lganiga qaramay, shu balzamni ichayotgan paytda o'zi ham hayron bo'lib etdiki, onam shunaqangi ichim achishanga bo'lyaptiki, ichlarimdan ajoyib g'alati narsalar tushyapti deb qo'yadi. Ya'ni bu glistila ham menimcha tushib tozalandi. Ranglari siniqib ketgan. Ranglari yaxshi hozir. Yuzlarida, badanlarida gurilar ko'payib ketgandi. Gurilar yo'q, o'z-o'zidan qaytdi, yaxshi. Endi переходной возраст bo'lgani uchun hamma narsa bir narusheniya bo'lib, gormonalniy o'zgarish bo'lgani uchun yaxshi. Hozir stabilni ketyapti, uyqulari ham, keyin boshi og'riydi. O'zi черепной давленияsi bor edi, boshi og'riydi. Hozir yaxshi, boshlari ham, Xudoga shukr. Oilaviy ichish tavsiya qilardim, chunki juda ham yaxshi ta'sir qilar ekan. Biz juda ham xursandmiz. Xo'jayiningizda? Xo'jayinimlar ham ichdilar, to'g'ri. Xo'jayinlarda o'zi oshqozon osti bezi shamollashi bor, kuchli juda ham. Ular shuni ichishni boshladilar.